Shahar chetidan, shaharga yarim soat, 1 soatlik masofada joylashgan, 1 sotixlik uchastkani puliga metrodan 500 metr uzoqlikda joylashgan, salkam 1 sotiq maydonni egallaydigan 4 xonali uyimizni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimizning birinchi xonamiz, zal qismi neoklassika uslubda ta'mirlangan. Uyimizda 3 ta yotoqxona mavjud. Bu birinchi yotoqxonamiz. Uyimizning umumiy kvadrati 93 kvadrat. Bu yerda boyagi zalimiz. Glavniy eshikdan kirib kelish, domofonlari va hamma xonalar alohida ko'rganlaringda. Bu yerda esa ikkinchi yotoqxonamiz, umumiy hisobda esa 3-xonamiz bo'lyapti. Uyimiz 5 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan bo'lib, ko'rib turganlaringda G'ofurg'ulon metrodan 500 metr masofada joylashgan uzoqlikda. Bu yerda esa 3-yotoqxonamiz. Hamma xonalarimiz yangi ta'mirdan chiqqan, ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan. Bu yerda esa razdельный sanuzelimiz. Sanuzelimiz tepli pol bilan ta'minlangan. Bu yerda oshxona qismimiz tepli pol bilan ta'minlangan. O'zining mebellari bilan. Bu yerda balkonimiz 2 ga 7 balkon. Ko'rib turganlaringdek uyimiz 4-qavatda bo'lsa ham oynalari panjara bilan to'silgan. Uyimiz S15 da Jangohda joylashgan bo'lib, mana atrofidagi novostroykalar bilan o'ralgan, o'zining parkovочный mestalari bilan ko'rib turganlaringdek. Ushbu S15 da joylashgan G'ofurg'ulon metrogacha 500 metr masofada joylashgan uyimizni egalari 118 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, описаниедagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.